Angliya mavsumiy ishida nechta pul oylik olasiz? O'shani odamlar so'rashyapti, ko'rsatib bering, biza ko'raylik deb o'shani ko'rsatib bersangiz. Bu ham menga ham qiziq sizlarga ko'rsatib o'tish. Xo'p, biza bu hafta ishlagan mana bunaqamizni ko'rsataman. O'rtacha 41 soat ishlaganmiz va bizaga 500 o'rtacha 508 funt yozilyapti va keyin bizaga firmamiz bonus qo'shib beradi. 45 funt bonus qo'shib bergan. Shunda bizaga qolayotgan pul 553 50 funt qolyapti o'rtacha va bundan bizning rasxodlarimiz bor. Bu puldan rasxodlarimiz bor. Minus qilamiz. Xo'p, nalogga 62 funt va keyin sug'urta puli bor. Mana 24 funtdan olib qolyapti va bizning yashab turgan uyimizga har haftasiga 74 funtdan o'rtacha pul olib qolishadi. Va bizaga qolayotgan pul 391.76 funt qolyapti. Endi bundan o'zingizlarni har haftalik produktivlarga rasxod qilasizlar. Qancha ketishini o'zingizlar hisoblab rasxod qilasizlar. O'rtacha bir xillarda odamlar go'shtlarni qo'shib olganda, ko'p xil olganda adashmasam 60-70 funtgacha boradi. Bir xilda ekonom qiladi, 40 funtdan 50 funt rasxod qilishadi haftasiga. Va keyin plus bu produktdan tashqari yana o'zingizlarga nimadir podarka yoki kimlarga nimadir olishingiz mumkin. Shu narsalarga rasxod bo'ladi. Keyin yana bitta savol. Hamma firmalarda ham oyligi bir xilmi, soatlari bir xilmi? Siz o'zingiznikini ko'rsatyapsiz. Qolgan firmalarda qanaqa odamlar bilan gaplashasiz? Chunki o'shani ham aytsangiz. Ba'zi firmalarda ish soati ko'p bo'ladi, ba'zi firmalarda ish soati kam bo'ladi. Ba'zi firmalarda mana shunaqa bizning firmamizga o'xshab bonus qo'shib beradi. Ya'ni bizning firmamizda misol uchun biz ishlaymiz, kuniga adashmasam o'rtacha bir 8 soat, 9 soat ish bo'ladi. Ba'zi bir firmalar bor, undan ham bir 10 soat, 11 soat ishlaydigan firmalar ham bor. U firmalarda bonus qo'shib bermaydi. Ish soati ko'p bo'lishi mumkin. Shu qolayotgan pul yomon emas. Haftasiga bir o'rtacha hozirgi pulimni hisoblasam, adashmasam 520 funt, dollar qolyapti. Keyin savol. 6 oy ishga kelib, 6 oy ishlab nechta pul ishlab topsa bo'ladi o'rtacha? Keyin hamma ham 6 oy ishlab ketadimi? Xo'p, 6 oy ishlaydiganlarni olaylik. 6 oy ishlaydiganlar firmalarda o'rtacha yo'q deganda, pul ishlamadim deganda, rasxodlardan tashqari $10,000 olib ketishligi mumkin dollarda, Alloh nasib qilsa. Va yo'q ishligi agarda ishi ko'p bo'ladigan firmalar bor, soati ko'p bo'ladigan firmalar bor, o'shalarga tushib qolishsa $10,000 dan baland oylik pul olib ketishadi. Va endi bir xil hamma ham 6 oy ishlay oladimi degan savol tug'ilyapti. Hammada har xil bo'ladi. Misol uchun yozgi sezonga tushib qolsanglar, sezonli ishlar bor. Ya'ni mana bir tanishim Olmada ishlaydi. Olmada ular kelishadi, 3 oy ishlashadi. 3 oydan keyin Olma tugaydi, ular ham uyiga qaytib ketishadi. Er-xotin bo'lib kelishadi. Lekin ular xohlashsa, yana biz 6 oy, yana 3 oy qo'shimcha ishlaymiz, qo'shimcha vaqtimiz bor-ku, desa, xohlasa transfer qilishadi boshqa firmalarga borib. Agar transfer topishsa, agar topishsa transfer topishmasa qaytishadi. Agar ruxsat berilsa, ish topilsa ular keyin bemalol ishlaydi. Agar ish topilmasa, uylariga qaytib ketishadi. U tanishim hozir adashmasam 3 yilmi 4 yildan beri ketib yuradi shunaqa qilib. 3 oy ishlaydi, er-xotin yana yurtlariga qaytib ketishadi. Bo'ldi, rahmat kattakon. Savollar bo'lsa, kommentariyalarga yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha hammasiga javob berishga harakat qilaman. Rahmat.